Biologik xilma-xillikni moliyalashtirish ozozidan bo'lmaydi. Siyosat va institutlar yo yechimlarni ilgari suradi yoki to'siqlar yaratadi. Aynan shu yerda siyosiy va institutsional tahlil yordamga keladi. SIT bu milliy siyosat, institutlar va moliya tizimlari bioxilma-xillikni moliyalashtirishni qanday shakllantirishini tushunish vositasidir. U qaror qabul qilish tuzilmalari, moliya oqimlari va asosiy to'siqlarni o'rganadi. Shu bilan birga islohotlar uchun imkoniyatlarni aniqlaydi. Baholashdan tashqari, SIT moliya vositalari va qonunchilikni xaritalaydi, byudjet jarayonlari va subsidiyalarni tahlil qiladi hamda mamlakatlarga moliya yechimlarini amalga oshirishda ustuvorlik berishga yordam beradi. U bioxilma-xillikni moliyalashtirishni qarorlar qabul qilishga integratsiyalashga asos bo'ladi. Biz SIT siyosiy boshliq va to'siqlarni, qoidalar moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlamayotgan joylarni qanday aniqlashini ko'ramiz. Institutlar va moliya oqimlarini xaritalab, mablag' nazoratini, pul harakatini va moliyalashtirish yetishmovchiligini ko'rsatadi. Byudjetlashtirish hamda bioxilma-xillik daromad va subsidiyalari rolini baholaydi. Siyosiy islohotlarni ilgari suradi, zararli subsidiyalarni o'zgartirishga, yangi moliya uchun qulay muhit yaratishga va hukumat ustuvorliklarini bioxilma-xillik maqsadlariga moslashtirishga yordam beradi. Amaliy qadamlarni tavsiya qiladi va qaysi moliya yechimlarini darhol ilgari surish mumkinligini ko'rsatadi. SIT shunchaki diagnostika vositasi emas. Bu oqilona investitsiyalar uchun yo'l xaritasi. Siyosiy va moliyaviy manzarani tushunish orqali mamlakatlar yangi resurslarni ochishi, to'siqlarni olib tashlashi va bioxilma-xillikni moliyalashtirishni milliy rejalashtirishning asosiy qismiga aylantirishi mumkin. Savol: yurtingiz siyosati bioxilma-xillikni moliyalashni qanchalik qo'llaydi? Qanday to'siqlar bunga to'syapti? Keling, SIT amalda qanday ishlashini ko'ramiz.